Uka rostdan 7 million so'mga shu kuxunni bilan ugalov mebelni qilib beryapsizmi aka menga? Faqat sizga emas, obunachilaringizga ham 7 milliondan qilib beraman. Obunachilarim juda ko'p-da aka mana. Bo'laveradimi? Aka, bo'laveradi. Buni materiali nimadan aka? Materiali akril materialdan aka mana. Biles berib turibdi. Biles beryapman. O'zim bemalol ko'ryapman. Hop. Vakuumli bo'ladi. Aka, chekalar rezinli po'xilar mana. Chiqmaydi aka. Eng zo'ridan xullas aka. Shu shulkasi, muvkasi, granti, dastlabki ustunovkasi ichida bo'ldi aka. Pul sanab berdingiz, ish tayyor bo'ldi aka. Akalar Andijondan akalar qilib berishyapti ishimni. O'zimni uyimga, Marg'ilonda yashayman akalar. Ukalarimizni ishini Instagramdan ko'rdim, mana kuzatib chaqirdim. Mana o'sha 7 million so'm berdim, kelib gaz hamma yoqqa o'rnatib berishyapti akalar. Profillarni ulab qo'yaman, telefon nomerlarini qo'yib qo'yaman akalar. Bemalol shunaqa kuxunniy sohasidami, misol barcha mebel sohasida ishlaring bo'lsa, do'stimizga telefon qilaverasizlar. O'zi kelib o'lchab ketib, erinmagan bola ekan. Tan berdim mana shu bolaga. Misol bir xilga payt bizdan aqaba ishga borib ko'rgan erinib olamiz. Do'stimiz umuman erinmadi. Do'stim qilib bergan ishingizga rozi bo'ling. Bergan pulimga roziman. Lekin podpischiklarim telefon qiladi sizga. Yana ham arzon qilib, misol mendan ham arzon qilib zo'r qilishlaringni bitirib bering. Xuddi shunday qilib beraman. Cho'tki qilib bitirib bering. Akalar, bemalol telefon qilinglar. Do'stimiz xudo xolasa xijolat qilib qo'ymaydi, men o'zim turib beraman. Biz ham ishimiz sifatini bilasizlar. Do'stimiz ishini sifati zo'r ekan. Gapsiz bo'lishi mumkin emas. Yonadigan lampochalarga qo'yib berishdi. Rahmat, do'stim sog' bo'ling. Telefon qilishsa cho'tki qilib berasiz.